Assalomu alaykum. Sarbozor mahallasidagi namunali xonadonlardan hisoblangan Mahmudov Azam xonadonidamiz. Fuqaro Agrobank aksiyadorlik tijorat bankining Narpay filialidan kredit olib, issiqxonachilik bilan shug'ullanib, daromadini ko'paytirmoqda. Issiqxonaga limon mahsulotlari ekib, daromad olmoqda. Shuningdek, tomorqasidan ham samarali foydalanib, uzumzor tashkil qilgan. Parrandachilik bilan ham shug'ullanib, oila a'zolari daromadini ko'paytirmoqda. Yiliga o'rtacha 65-70 million daromad olmoqda.